xotimasi go'zal bo'lish bandani gumoniga qarab. Robbim meni kechiruvchi desa, Alloh kechiradi. Robbim meni azobli desa, Alloh azob. Ana inda donni abdi. Men bandamning gumonidaman. Gumonimizni chiroyli qilaylik. Allohga bo'lgan gumoni chiroyli bo'lgan odamlarga ham gumoni chiroyli bo'ladi. Bir odamni bir ayib qilayotganini ko'rib, biz o'zimizcha unaqa bunaqa deymiz, bilib qo'yingki, o'sha narsaga odam tushmasdan o'lmaydi. Biz nima deyishimiz kerak gumonimizni? Bir odamni ko'ryapsiz, yomon holatdagi narsalar bilan ko'ryapsiz. Balki men bilmagandirman, ichkarida tavbasini qilib bo'lgandir. Joy namozda Alloh taologa yig'lab duo qilib bo'lgandir. Balki men bilmagan buni xayru sadaqatlari bordir. Men bilmagan Allohga yoqadigan qandaydir xulqi bordir deb biz musulmon odam, mu'min odamlar hozirgi kundagi eng dolzarb bo'layotgan, eng noyob bo'layotgan aka-ukalar orasidan, ota-bobolar orasidan, amaki-vachchalar orasidan, opa-singillar orasidan ko'tarilayotgan eng yomon narsa zohiran bitta narsani ko'rib gumon qilib, hatto ijtimoiy tarmoqlarda bir-birini ustidan bo'xton, tuhmatlarni yozib, u narsalar endi qoladi. Ertaga u odam vafot etgandan keyin ham kim o'shani o'qiydigan bo'lsa, o'sha odamning gunohi boraveradi. Siz ustida turdingizmi? Uni qo'lini ushlab turdingizmi? O'sha gunohga siz guvohmadingiz. Qattan bilasizki, u odamning tavbasi bo'lsa. Bilmaysizki, boshmoqdog'dan kechqurun osib olib Allohga yig'lar u.